Mana bizada balonlarning sifatlari keldi akalarim. Bobur aka, balonlar, yangi balonni maqtaysiz. Aha. Ko'p klientlar kelyapti, bizdan so'rayapti. 100 ming probeg beradigan balon menga ber deyishyapti. Akalarim, sizlarga bitta meni katta tavsiyam aytaman. 90% balon bu sizni qanaqa yurishingizga bog'liq. Masalan qanaqa? Ba'zi bir akalarimiz bor, svetofordan svetoforgacha chiyillatib yuradi. Ba'zi bir akalarimiz bor, o'zini bosib olgan, spokойный uydan ishga, ishdan uyga to'g'ri yaxshi yuradi. Bu sizga prodavec sotuvchi, aka mana balon 200 ming yurib beradi, mana balon 50 ming yurib beradi, mana balon 150 ming yurib beradi deganiga ishonmang. Siz o'zingizga savol bering. Men qanaqa yuraman? Ba'zi bir akalarimiz akkuratli yuradigan bo'lsa, yillab haydasangiz bo'ladi balonni. Ba'zi bir akalarimiz bor, o'zini haydashidan xabari yo'q, lekin keladi bizga 100 mingdan ko'p yuradigan, probeg beradigan balon. Unaqa balon sizga maslahatim, internetga kirasiz, raflet balonni so'raysiz, toshdek qattiq balon bo'ladi, o'sha balon sizga bo'ladi.